Ovqat yeyotganda yoki boshqa bo'layotganda biziklar nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Har xil o'zlarining qiroatlar bor. Bu bittasi ham qiroati yo'q, o'zi shu o'qilishi u. Qur'ondagi qiroatlarga tushmaydi u. O'zining qiroati. Mana shunday dersin. Lekin muhim qanday bo'lsa ham bismillah deyiladi, tamom. Tahoratda duosi bismillah. Yaqinlardan beri ham bir ikki marta so'rashdi. G'usulning duosi qanday bo'ladi? G'usulning duosi yo'q, bismillah tamom. Bismillah deysiz, shu duoda. Bismillah degani Allohning ismi bilan degani. Bismillah dedingiz, shu hamma duo shu. Qiyinlashtirib olamiz o'zimizga ba'zi paytda. Bunday deb duo o'qish kerak ekan. Hali tahoratdagini bilasizlarmi? Qo'lini yuvganda bunday deb, yuzini yuvganda bunday deyish kerak ekan. Mahs tortganda unday deyish kerak. Oyog'ini yuvganda bunday, u gapiradimi, u duo qiladimi, tahorat qiladimi? Nima qiladi u? Duo u tahoratdan keyin ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu o'zining bitta duosi bor. Uni ham esdan chiqarib qo'ysa muammosi yo'q. Boshlanishida-chi bismillah bo'ldi. Ovqatda-chi bismillah. Mashinaga o'tirganingizda, umuman markabga o'tirganingizda bismillah. Masjidga kirayotganingizda bismillah. Allohum iftahli abab rahmatik. Yaxshilikka har doim bismillah. Yomonlikka-chi? Auzubillah.